eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini körüp huzurlanmakçı bolsanız, Arzu Film Salonumuza qoşup eling. Yana neme boldu. Seni dedim can. Seni izlep aran taptım dostum Tümücan. Kaçma, sen kaçma. Vay Tümücan. Bizden kaçma, sen kaçma. Kel Tümücan. Bizden kaçma, sen kaçma. Kel Tümücan. Kel Tümücan. Kel Tümücan. To'xta Tümücan. Heves qilib kelginingda yinimga kelgin dostum degan guna üzemde maqal tamsil tercüme qilsang o'ng ta'tir yoqa tutib silgan guna üzemde hevesim bor Tercümanlıkka. hevesim bor Makal temsilge. heves pervayim pelek bana tümü yar gülek Allah dostum hiyalini bilip bulmaydı Sella kılgan heveslerini bilip bulmaydı Kelme deysem kaşınge kilimen Lencip kaldım demişke bilimen Yankıldek koylarını ekip eteyim ya Hevesimni demeyla kaytıp giteyim ya Yankıldek koylarını ekip eteyim ya Hevesimni demeyla kaytıp giteyim ya Vay ketmen dostum devilip gitin Vay ketmen dostum devilip gitin Kilajılık yapmışsın yana Ya sizle köreşmegen iş kişi lokal düşmeye Tümücan. Şu bir turup yana köreşe. Çoğun ustaz. Yaşımsız. Belen turupsuz. Belen. Hem belen tuttum. Körüşüp aldı ama hem iş kişinin kulağını jümücüme sen. Ha? Ne bombasa sumu döngü atmaydı. Hazır kuruk yap kuruk kulakı yakmaydı. Bu zaten nime? Tul. Az olsun 300 koy. Küçük ölü tamakta 100 kap geliyordu. Eğer mohrikasımız bir taka kelidi. Sizlerse muş pul ile bana akış çıkınmakçı mı? Ya bu akışık emez usul vergendeki aldı çıkma o. Bakaran, bana akışının gereği yok. Her kandak gepiniz olsa aldım da o çık deyiverin. Akış kıldım da ne kamlaşmagan işini kılıp pak adamını zehirlep özanla parkur kılıp koysuzlar. Parıkor. Ustaz. Muş parıkorun tercihsi de bana yazı olay. Ne? Parıkorun tercümesini. İsit sana belgen bilimim isit. Bu parkur degenin tercüme kılamadın mı? Ha? Yaza. Parkur degenin tercümesi. Şan nençidirin. Yazı oldu. Bu kim hemdi? Ha, tanıştırıp ötey. Ha. Bu yak bana heves kıldığım benim heveskarım. Ha. Muşu bir neçe yıldan beri keynimde sürüp, ben muş makal temsil, muş şiir icadiyet üstünün ançı munçelikı, retle bizimle ovatıdı. Keynimde hareket kılıvatıdı. İsmi Kasım Kuşuk. Özü nait kemsiz. Lekin şu, sel cekep koyduğu ayıp var. Aman da adam. Siz bana heves eng kılıyorsunuz. Bu yak sizge heves eng kılıyor. esil kino filmlerini körüp huzurlanmakçı Evren. bolsanız, Başka Arzu mısın? Film Salonumuza qoşup Şarif eling. hem de bunu mutlaka. Ustaz. Ha? Muşun namanlan anlıqılı 3 yıl oldu. Muş anlasam şıkkınla pek yakın kesle ha. Mışımı gepme ve yakın gençler. İşkimizde yakınlığı gepte orkenmeydi o. Bu işkimiz var o. Yılıkı bir yotkan diyeti çoğun olgan elağine diyen gökşen kandadı mı daş? Nima? Bir yotkan diyetip. Ha? Ustaz. Bu işkili elağını mı ya kutum? Hey. Hey, ağzını bir şumguna.
yanımızda 10 tane gap qildigan bo'lsang, beka, o'zingning baxtiga o'zing o'tirsizmi? Ha? O'zingning baxtiga o'zing o'ltirsa, ustoz. Mushuni tarjimasi deb turgan solay. Nimaning? O'zingning baxtiga o'zing o'ltirsa deganni. Mushum tarjim qilamamsan? Yaza. Zicidi şanfı zicizo. Xo'p. Bo'sh fursatdan foydalanib, iliq turgiki maqol tamsilda bir tarjima qilib bergan menga. Qasini. Iliqchi, iliq. Qasini. Ha, turgin deganchi. Demak, demamsan dash. Iliq. Olvini hekim yepti, toyoqni yetib. Vay qapak vay. Yaza. Aykimichili tangjangizni yetimichili bang-bangza. Tarjimada chataq yo'q-da? Ha? Tarjimada. Çatak yok, çatak yok. Ama seviyorsunuz, burunqa qaraganda teximi bir narsa tutujuma. Ha, asas maqsad kelayli. Bu qitim meni nima shul izlab keldingiz, shuni birdan, ha. Ha, menday qil. Ha? Ha, asas gap kelayli. Bu qitim meni nima shul izlab keldingiz? Menday. Meni nima shul izlab keldingiz, dangagachida. Cho'ng bir ish bor. Nima? Cho'ng bir ish bor. Bu ishda sizgami, mangami qattiq foydasi bor. Mağam foydasi bor. Ish qilib ziyon tortmaymiz. Foydali o'tirdi, tang bo'ladigan bir ish bor. Bu zodi qandaq ish demamsiz shuni. Siz bu qitim bizga, Ha. mush qizlardan bir 40-50 ni tepasingiz o'ptiki. Nima? Qizlardan? Usul g'aras qilganimdan. Usul g'avas qildigan qizlardan 40-50 ni? Ha. Voy, buncha ola ko'p qizni nima ish qildingiz? Shu bor. Nima ishi bor? Mush qizlardan foydalanib bir tarbiyalash markazi quraylik degan. Nima? Tarbiyalash markazi. Ha? Men qarang, tarbiyalash markazi degan ishdan sirtqi maktab degan gap. Rahmat sizga. Jafo chekdingiz. Demak siz shu ishdan sirtqi maktabimizga bu qitim sizni biz o'stiramiz, sho'jan bo'lasiz. O'stirsiz. Ha? Ashu ishdan sirtqi maktablarga sho'jan olam bildi. Ha? Nima ishqa? Ahmaq. Olim bo'lsang, olimsiniki, sho'jan bo'lsang, xonim degan gap emasmi? Bir tal qansagan choydimi tatliq gap qilgan odamchi Eng bo'lsiz. yangi, Nadimni eng topdigan suzuk, siz. eng esil kino filmlarini ko'rib Gaplarni. huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Yani şu Arzu xotinning film gapi, ha? salonimizga qo'shib eling. Xotin degan o't issiq deyman. Ha. Qariqni sopon qamroq, balon qapiya xotinga degan anglamaganman. Meni kichkinavay bek to'laydi deb, men ustozning yoshga 3 ko'y pul ches xotin deydi ekan. Ha, bir xotinning vaqtida bir chiqqa, bir yerda men pul topib olmagansiz siz. Hey, mush saviringiz bilan maktab ochaman demay. Eng yaxshisi o'zingiz bir maktab kirib obdaroq bilim eling, ha. Paq so'zlab, jilan bo'lmas, momayasnib, juvan degandek. O'zim patmagan kamog'i g'alba bog'lay. Pigoga. Qarang. Nədiki taqtiq işlaqib həvəs qıldım deb düşünməy. Bax özünüzə layiq, özünüzə maskeliga iştin qılmamsınız. Voy, bu ish bizga bak maskeli deyman. Endi rost gapni qilsam, bu tarbiyalash markazi maktab quramiz deganimiz bu bir shakl. Lekin keyinida ish bor deyman. Bu keyindi shu nima ish bor? Abla, nimanda tushunmaydigansiz, keyinida ish bor. Nima ish? Menday qarang, mushu havasga ahmaq qilib bir nechini teppasangiz, ish kirdi, u yerda uyan qo'ydigan bir uymak qurmas. Buning foyda yamanchi qarang, zini yo'q. Yaman zen bo'lib ketsa, ya 3 ko'y, u ya 3 ko'y bu ya. Ey, bu üç koy demek. Ben inqaraq gapni birdan, ha. Menday qarang. Vay, nimani aqsaqalım ha bu. Xato ko'rib qolsiz, buni soqol degan narsa yo'q, bu degan bir ko'sa. Bağlab qo'yinglar bir egizda mana. Tushunmaydi, baribir zanjirni ish bo'ladi u. O'zingiz daga asas gapni daga. Qarang, bayam degandek, u bir shakl. Ha. Endi bu ishdan sirtqi maktab ochamiz deganimiz shakl. Shu qizlar endi bizni qaraganda sizga bek ishinde emas, tapasingizlar. Bu qizlarni biz qanday qilamiz demamsiz. Mosh har qaysi dajudiyan, pajudiyan. İşkir ülkelerge kafixana, kahvexana, dibaxana, çubaxana, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Yana şu. Uning ustiga bu qizlarga kiyim-kechakmi ketmaydi. To'g'ri. Men yo'pirmoqdek rast u yerni yeb qo'ysa, garaviydan arabcha gilmaran deb usul joyida amirda tolgan. Uning ustiga bu so'nadigan saviyam ketmaydi. Musiqaga maslashtirib Belin Erşibat rektörünün altı çağdaki tolga pas usul degan shu. Ha, yana şu. Ha, usuldan tushgandiki yana ayrim ishi bor. Nima ishi bor? Bu usuldan tushib bo'lgandan keyin mehmonlar hamroh olib o'tirish birda ayrim pul. Mehmonlar g'araq so'qashtirib ish birda ayrim pul. Kalokaga naqsh etib birda ayrim pul. Yana uni degan olmaydi ish qilib nima ish qilsa ayrim pul. Pul topsa qilib bo'lmadimi? Agar ular qarang, bir mehmon bilan 5 minut tan so'ysa, bizga ancha-muncha haq topshi usul bo'ldi. Qonunlar bizning karimiz yo'q. Ha, yana şu. Ha, Yana şu. yana o qizlar kiyim almashtirguncha ustoz ikkimiz g'azal o'qiymiz. Naqsha. Ha? Naqsh aytalamsiz? Ha? Ayta olamsiz? Ha? Naqsh deganni o'ttiribman.
Nakşının katilsi mi ama o? Mondadan. Aras, bakarang. Ma yolda kelip bassam, 3-4 nakşı yolda yetip kaptı. Ha. Siz öttürü tütkensiz de, ha? Ma gitmeniz eşit depti. Ustaz. Ha. Bana işenme atıdı. Ay yamırdım burduk buraya mı? Ayta, yamandın birini ayta. Ayran kalsın, ağzı içti kalsın. Burduk buraya mı? Etine, ha bir anlap bakay. Aytıdı. Bela aytıdı ma o. Ayta. Ha, başlama. Bak şey nakşamda koydu. Ben koy 7-8 bin nakşı verimi aşağısı. Eng Yaş ne yangi, tüydü? eng süzük, eng esil kino Başlayalım filmlerini hepsi, ha? ko'rib Başlayalım. huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Uy. Ha, baştan. Ha, başlama. Ha. Yaxşı, ha. Ciddileşmedi mi? Uy. Ustaz. Unutup kaptı mı? Adaş, koğulun kara çıta kendinde tutmay, ayta nakşanı demişken tutmay. Ha? Adamın gözüge işinde kargamay. İyi karab durun ha? Ha, itiyorlar. Ayta, başla böyle. Bizden ey bulak beşide Hene Basla tapala İşçiden kulüplağlık Hene Meytügep ketken oyuncu. Nereden aşma kendi ne tutkan. Madem şok etmemse. Muşuma nakşına? Nakşı degeni öttürüttüm ben de ettik. Ötüremezsin beni çıktı ve tuğu hesap. Ustazdın bir şok naksı var. Ana bakan sen. Kız ne? O. Siz mi nakşı çok ettiniz ben de? Temeco. Anam unutup kaldık mı? Eng esil To'g'ri, kino to'g'ri, filmlerini to'g'ri. ko'rib huzurlanmoqchi Anam, bo'lsangiz, qo'shchilik. Arzu film salonimizga qo'shib eling. Biz bunda küçük senede nakşe tecrümeyi tak. Ayşe ardındaki kutke şu gibi çıkmagan. Çıkma. Balap da közümüz içilip kalsın et birey. Hey! Paşı konuşkandek dep durmay gerçi başına çıkarsınlar. Siz bilemsiz mi? Bizge kesbi edemler da İgiz peski var nakşe yarımdan. Şurulu bunu getirganıyım Ha, bu. etin kaçır bulun. Dünya fulvaninki Sumu külge akidu Şmu yolvaninki Tin tirin tin tin tirin tin tin tirin tin Ya küçük ya la küçük Tin tirin tin tin tirin Dum 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 Gel bir sıra. Senin men, senin babaki, açtın bazariden, septime kakfalın men dağda çıraylık. Ne diyor ne diyor Busunu da söylüyor Busunu da söylüyor Aç şu da bazaşan Mehuleyden alıyor Dağda piyala
Yaxshi. Allah rahmet etsinler. Ama maşında etsinler şimdi bana. Anda kımmayla xotu kilipsiz da. Hey. Eng Moşulu yeni, nakşıma. eng süzük, Öyle eng mi lan? esil Erkek kino nakşı bu? filmlerini Oy, ko'rib huzurlanmoqchi aşkirga olgan bo'lsangiz, müştahit etmese Arzu tushunmaydi. film salonimizga qo'shib eling. Bo'pti. Bunda qilsanglar, ma ishkir o'lkalarda haqiqiy o'yin qo'yayotgan artistlarning nomiga dog' tushaymamsizlar. Bu yerda bizni kim tunuydi? Karimizni bizni qandavas bo'lmamdi. Ey, seni tanımagan bilen sen usulga sağan kızlarning Uyg'ur ekanligini hamma odam biladi. O'zimiz deb sen qilamdi. Vay vay, siz kichik girishda murakkablashtirib ekansiz va. Uning bizning amalimiz bor deymi? Yomon erkab qolsa, u qizlarning chichini bo'yab bilmasa, kataldan kaka o'xshaydi deb qoladi deymi? To'g'ri. Hatto taqi ismini o'zgartiramiz. Ha? İsmi ne? Ha. Nima der? Ha? Nadirani Natasha. Sabirani Satasha. Chiroyliqni Aypasha. Bana kapakbaş. Aypaşani Katyusha. Şahzademni Şın. To'g'ri. Hey, sizlar mushu ishinglarga ash qizlarning ota-onalari qo'shilarmi? Ha? Qiziq gap qildi. Pul versak unamaydigan kim bor? Ash qizlarni eshak gapirib boshda usullar selishqa, xalqlar bilan hamroh bo'lib o'tirishib selishqa, ashundaq ishlar selishqa sizlarning vijdoninglar yo'l qo'yami? Uy. Ota-onasining kari yo'q, bizga qo'shib qo'yapsiz. Bizning karimiz bu bilan. Shu? Pul topsak oldu biz. Yana kelib ash qizlarni men teppiram dema. Ha? Sizning yo'lingiz bor deymi? Men teppirman. Ha. Ash qizlarni men teppirdi ekanman. Aras. Ha. Sizning qizingiz bormi? Turmajon. Chaqchaqmi ya? Yo'q, sizning qizingiz bormi yo'qmi? Ya, Buna so'rab baqdim. rasmi ya? Ras. Rast degan bo'lsangiz, men deb beray. Mening bir ta qizim bor, mana buda. O'zi yomon chiroyli qarang. Parkiz cho'ng oldi. Boylar egiz, yomon suzuk, obdan cho'ng oldi qarang. Bir qizim bor. Yaxshi. Sizning qizingiz bormi? Chaqchaqimga. Bu menda xotin bo'lmas, qizim ish qildi. Ara bishtal singlim bor meni. Nima? Bishtal singlim bor. Ha, Manda adam. Topdim. Topdim, men ishkim topdim. Ben yazay. Aniq yoz, ha? Telefon Ha, numarini. endi esim keldi. Ha. Adresini, telefon numerini, andına kokosini aniq yoz. Yoza. Ha, birinchisi. Birinchisi yoz. Boylar egiz. Qamlashgan. deb. Chiroyli. Sizning Eng qizingiz. yeni, eng süzük, Yana eng birisi. esil kino Sizning filmlerini singlingiz. ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Ashlan, Arzu apreta film shaka- salonimizga qo'shib eling. Tutdingmi? Turmajon, magap sal ish ketib qoldi. Qandaq? Biz bir qilsanlarimizni haq tashlab turganmiz, bir yeliq emas shuma. Ma men mi baqo? Aslimni agversan berimi? Herkes haqqı vermeyme. Ma bizde vicdan var. Vijdon bormi? Hey, sizlarda vijdon bormi? 3 kilo vicdan var bizde. Ma'noda vijdon bor ekan. Ey, men sen haqi qiz singillarni qaytib turganlarning vijdoni yo'qmi ekan? Pichoqni avval o'zingga sol. Og'irmisi kishiga degan gap bor. Ash qizlarmi o'zimizning qiz singillarga o'xshash. Qana qilalar. Maykilar. Aldırgan. Va o'zinglarning qiz singillarni apirib usul selanglar. Ha? Ashtakishlar selanglar. Ular maaş ketmaydi. Ayinlar deb pullar kechilib qoladi. Ey, ikki hamoqa. Qizilmay mush ishni o'ylab tepishdanmi? Ha? Senlar vijdon deganlar bormi? Ya vicdanimiz hali zapas bizni. Bizning ma'yada birisi mush kesibni qilib, yamanmi dechib pul tepibdi. Shu anda bizim bir ancha-muncha pul topiladi, endi sizning shu banada ancha-muncha pul teppasin deb ketib kelmiz bu yerga bir mo'j gapdan oldik. Odam ig'ilda yashasa, eshakning finalida degan shu-da. Mana qaranglar, ikki tal pul tepish uchun anchalik oshko'zlik qilib ketmanglar. Oshko'zning ishi otidi, dadini kechib totidi degan gap bor. Hozirgi ba'zi tijoratlarni to'g'ri tushunadigan bo'lib ketdik. Haras. Bir er kishiga bir qizlarni akilib tonishtirib qo'ygan odamni nima deb ataydi? Ha, della. Og'zini yemla. Qarang. Mana shundoq yomon nomni, yomon atoqni olmayman desangiz, men kallangizni haqiqiy tijoratga, vijdoningizni 4 tanga pulga, men g'ururingizni setib etmang, jinim qirindishim. Eng yeni, eng süzük, Kim eng desem esil kelganda kino kim obdan filmlerini bo'ldimi? ko'rib Obdan huzurlanmoqchi bo'ldimi? bo'lsangiz, Obdan Arzu bo'ldimi? film Kelchiqimiz salonimizga qo'shib eling. pul qatoldimi? Obdan bo'ldimi? Obdan bo'ldimi?
eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Voy, mana. Akilingga ko'rib boqay telefoningizni. Nima qilish kerak buni? Hozir kelgan uchurni ko'rib boqay akiling. Voy, bo'ldi qila. Voy, akilingga. Voy, nima ko'rishib ekandim uni deyman? Ha, qo'sqingizning og'riqlashini ko'rsatmayapsiz a? Voy, bu ko'rdigan ishim olsa bir ko'ra. Qo'sqimda og'riq yo'q mana, ha, bir ko'ra. Ha, mana, ha. Hammani manda qilib bir ko'ra. Ha, ko'rdingmi? Mana. Menga. Xapimga bo'ldi menga. Nima debdi? Ko'rib Pulingni olsa? gapni pul jon ayting debdi. Bundan qana shumiti? Qara. Qara qolmasa, qara. Qamani bizda. Voy, qadra havolim Yaxshimi? Qayshingga bir qizalni qistirib olsang, hech kim turmaysa, ha? Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Almashtirib yashayotsan-ku, ha? Berganga berdi tumoqdek, bermaganga quloqdek deb. Ishing bardi go'shya debdi-ku. Bak qo'ydi ekan. Do'st yo'qmi ekan? Sarangma sen xotnimi meni? Xotnim? Chaqchaqmi adash? Akşam sorundu kelib qizalni xotnimda olsin-ku. Adash chaqchaqma ara o'sha deb qoldi ham. Ha, chaqchaqmi shunchalik bo'lsin bo'ldi. Bo'ldi, ko'zlarni shumashlarga adash. Ne sen ko'zimni shumishlading sana? Bo'ldi, unda o'diqmi deyman. Degina adash, o'sha qaysi ras ayollar akşam qismi? Va bu odam degandan qas rasulidan shu dadam apaga xotin shu. Bu yaxni dadang öptəgən. Akşam sizini üzən ağan. Hem de anan bir nefesi. Eşe. Adaş mı çaqçaqlama? Adaş şunu qamdır ama çaqçaqladı nima bu? Chaqchaq qilyapti. To'xta. Baqaram, siz ras ayolmi ya? Ya bu odam degandan yolg'on ayol, ras ayol deb ayol degandan fuyin qilgan olam da adaş. Qiziqgina bu. Asta, mening shu og'zimniza bu demaydigan gapni deb tashlabdim men, ha? Ama qarang, ishilib qolmang yana. Chaqchaqchimi? Men siz desam baqo, bu yo'ldishingiz qizlar bilan qat'iy xushi yo'q. Qat'iy aralashmaydi, bilim mangmaydi. Qizlar chaqirgan yerga bormaydi, ha? Xushi yo'q. Men chaqchaq qilib qo'ydim sizga. Da, chaqchaqimiz bor bizdan. Ma'qul. Ishilib qolmang. Ey, Mongsun, mang'ichishga bataza. Qarab etdi. Mening erim degancha qarang, er kishi degan sirtqa chiqsa mangnim, uyga kirsa birning debgan mang'i toza. Yaşang xotin, yaşang. Ha, tashqingiz chiqilganda yana deydigan gap bormi? Ha, danga yana. Gap bormi? Ha? Gap bormi dedingmi? Nega sen deding, ha? O'zing hozir gap bormi deding, ha? Bo'pti. Demay degan tem, o'zing gap bormi deb qolding, ha? Yaxshi. Baqira. O'sha. Yo'ldishingiz tuni kun tushdi tomoq uy deydimi? Qanday qildi? Ha? Ya, tarixida bir qatim uyda tomoq yedi dema adash. O tülgün tushdi, tamoq yemadim men. Nima deb tamoq yeyman tülgün? Ros. Mana. Deymi? O da desam da bu. Tuni kun tushdi va adash. Ha. Mani demaymiki, set turamiki? Ya dang. Ya çatak çıkmasın mani demay. Çatak çıkmayı davran, dang. Uzan dang dedin, ha? Dang. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Çatak çıkıp kalmışsın. Bunu demek. O davan, qo'sqimning og'ir yo'q, tavzishdan qo'rqmayman men desam dang. Tavuz işte kokmaysız. Eğer tatlık, umaq tavuz olup kalsa küçük. Mok yap koysun koy, ha? Çaqchaq bo'ladi, chaqchaqdan chaqchaq chiqadi. Ha, bo'ldi. Oy. Maqaram? Ha? Ma ishkimiz sabaqdash yo'limiz qarang. Bizda shunda chaqchiqimiz bor, endi siz rasoqcha deb ishilib qolma. Ma'qul. Ma'qul. Adash, bir ham manqam o'tinglar. Ha, bir yer manqam bet turmaymiz bu yerda. Bir ham manqatdim adash. Maqadash, shosh. Baq. Shosh. Ha, ras. Ya. Astagfirullah, qiziq adashda bu. O yolg'on gapdimi? Rostga debdi deyman? Rastni raspiti dedimi yoki yolg'onni rastak dedimi? O sen nima bo'lding ham rost tushunib qoldingmi? Yo'q,
Men işenmedim. Men değil. Men kapak boş. Nasıl da emas? He? Gep kılыңыз. Tünügen işte kim bilen damak yediniz? He? Voy bakır mı? Ne kıldınız? Kara bakırım kara bakırım. Xotinni qo'qitga o'xshaydi deb qildim. He? Gep kılыңыз. Ya men sana deb beray qara. Men tunigun tushda qara. Tunigun mayli qil. Cho'ngil bo'shirib kelma tunigun Nima tushda. cho'ng? Ya men cho'ng, tunigun tushda cho'ng. Nima cho'ng? Cho'ng. Hech cho'ng deb kekashlaysiz ku. Cho'ng restoranning cho'ng ayolxonasiga kirib o'tirgan o'xshamsiz. Ya voy unda emas dema nima deb gap. Nima unaqa emas? He? Necha vaqtdan beri u og'inam bilan birga, bu og'inam bilan birga desiz, ajab ishini buyuribdimi? Ya sen tushunmaysan, men sana Tamam, tushundiray. Men tunigun ayol kishi bilan yedingizmi, er kishi bilan yedingizmi? Ya men sana tushundiray. Ayol kishi bilan men tushunammi? Men Ayol kishi bilan men tushunammi? ayol kishi bilan. Ayol kishi bilan. Kim bilan? Voy, Kim bilan? Ben sana Voy, tushundiray. Kim bilan? Men tushundiray. Kim bilan? Onang bilan. Anam bilan da. Anam sizga nima gunoh qilgan? Endi tushunmagan anam qoldimi? Boshroq gap. Hey, bo'ldi xatimni berib yetasan mening. Mana, bo'ldi xatimni berib Voy, yetaman. nimanda tushunma jimtug'ina va jimtug'ina. Oq kaptan millaydi, ko'k kaptan millaydi. Haydab qo'ysam, maqulda onasini kullaydi deb nima qildim ha bu? Voy qo'rg'ilarim ey, voy chingsay qo'rg'ilarim. Hey, Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shiling. Attengi bir qarab baqa. Kullaydi de. Ey, senin kulligidek nerin var? Ötetiş seni kullandı. Seni. Boshroq gap qilma, sat turdim, yo'lda emas, sat turdim. Vay eset. Necha vaqtdan beri unda erimba, bunda erimba deb vaqtida yuribdimi? Bu dunyoda bezmaydigan mushuk yo'q yana. Ha, o'lakmish kelmaydi o. Ey, sen meni teraktirib o'ltirmoqchimi? Menga xatimni bersa. Qarama, gapni angla, qarama, sat turdi deymiz, sat turdi, boshroq gap qil. Sen turishni bilgan adamlar ko'chalik xotinni so'rab yuranding. Voy, nimanda tushunmaysiz, u ko'chada xotin emas. Ha, ko'chalik xotin emas, uyva xotin ekanda. Qarab, ash uyva xotin bilan o'tdi. Menga. Ey, qara, manda gap qilma, ishla qildim, chapirimni bizni so'zda tartib qildim. Menga. Voy, to'xtag'ana, bekor ishlab turib adashmadimga. Ha, ashundaq kasalni shu'chi, ilmi oshkora. Chavang'izni chiqib yeyaptimi? Ashundaq qildi. To'xtag'ana. Voy, sen nada? Men bayam sen bilan ko'rishga yada. Ha. Voy, bir miyaga bir kilam miyaga. İştirak bir kira qalgan gapni men sen turib tapiray, hazırlik kilam miyaga. Yugurib bir kira. Yildaymi qalgan gapni. Kasimichi baribir. Asog'ri bilan musog'irning gapi bir. Chaqchaqsiz deb ilgari ashirib turibman, adashib bekor bu qadam. Şöyle bo'ldilar. Turibsizlar taq bu yerda. Bo'ldi. İşte bizga o'zim tushundim. Qo'y hojam. Siz tunigan tushda, chiroyli hojamni nerda ko'rgandingiz? Voy, kulmay turgan. Atası iniq anglamay qapti. Yana bir dapaga iniq bir anglamasam gapingizni. Astagfirullah. Oy, shu gapni-te. Oy, men uni bayatdan chaqchaq qo'ysin deb qo'ygan gapi u. Tushunib qoldingizmi? Tushunib qolmading? Ha, mendet. Men namoqat. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shiling. Sen turdim, men uni chaqchaq qilib qo'ygandi. Baqara. Voy, ishingni qilay aka. Salatchilik qilgan bu bir eshak qiz emas. Abu, ras gap, men chaqchaq qilib ishonmasangiz hozir qasam qilib beray oldingizda. Men qasam qilib beralayman unga. Unda azza qasamni-chu, jiq kelganman. Astagfirullah. Voy, bu mening ishim bilan urushib qolsangiz sap turdi deyman. So'nicho senga yaksa pitoq. Siz yaxshi qildingiz. Ag'iningizning attirashini-chu, vaqtida aytib siz yaxshi qildingiz. Rahmat sizga. Voy, xato tushirib qolman, tunugim men hatto bu shahardimi yo'q. Oqshom keldim Alipram, mana bu Alipramda berib teshamiz, qarab baqma. Mana. Unda poch qog'ozigan hojatxonada jiq. Astagfirullah. Hey, qolodak pishildab turmay mangmamsan. Mangay xini, mangay, ma'qul, mangay. Adash, ne var sizlar? Nag var to'q. Yaga. Astagfirullah. Voy, qanday satlashma. Sizlar ayak berib bizning guvochini qo'tapaslar bu qo'shoqlarlar. Voy, chaqchaq gapki. Voy, yana nima deb tilpin keldigan do'mon shunda. Ajabni zerikdim mushlipindan. Kimdi bu yana? Kim bo'ladi? Da'dan qochgan, qochib qochgan xenimdi. Hey!
Voy, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Yaxshiman bu. Yo'q, men yo'lda to'q, boshqa ish yo'q. Mening ovoz chiqadi turg'unda. Voy yuragim. Ha? Hozirmi? Ya men hozir uyingizga boramasmanmi-ki? Hozir texi boramaydi. Ayoli bilan texi ajrashmadi. Akilama telefonni. Voy! Ay buzoq! Ana? Sen misin? Voy yo'q, seni demedin? Bizning cho'ng'aydagi buzoq televizionni deyman ana, ha. Yo'q, sening telefon nomering men ekranga chiqadigan tursan. Ha. Televizorni yasab berganmiding? Ha, tungi tushib bilan tamoq yeganmidinglar? Ha, mana. Telefonni o'ziga beray ana. O'zi bilan so'zlashgan, ha? Mana. Eng yangi, eng suzuk, Voy. eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film qachon salonimizga kelib- qo'shib eling. Ayliq shunda jatashib qolishni ulab bersam bo'ladi-ku? Ha. Hozirmi? Bugun kechdimi? Bugun kechda uyingizga qanday qilib xinam? Ha, ma'qul boray. Yo'q, boshqa men chaqchaqlashyapmiz. Ha, ma'qul men boray. Ma'qul. Shunda bo'lsin, ma'qul. Hey, nimashga tunugan uchun nega vodingiz desam rost gap qilmaysiz? Qanday raskat qilsam bo'ldi, anangni nig'atim dedim-ku. Hay, bo'ldi. Bu yo'q ishni tegishmay. Hamma gunoh menda. Agar adash bunday keyin bunda chaqchaq qilsam, atilimni kesib yutay bo'ldi. Deganlar tilingni kesib keldi g'ashkabdi. Bo'ldi, xafaman. Senga o'tirib baqa yap qanday bo'ladi-ki? Adash bo'ldi. Sizni nima chaqchaq gap ishim degansiz? Mana qilay adash. Men sizlarga bir nima qilib bir choy quyib bir mehmon qilay adash, xafamanlar bo'ldi. Ha, bo'ldi qilay, yana qo'shqin chaqchaq. Xafaman adash bo'ldi. Bunday chaqchaq qilmayman. Jira, bir mehmon qilay. Boshqa aylanay. Jira. Men. Ay, manga adash, manga. Ha, ras. Adash. Ha. Ana ülüşkiri keçti. Maşina sırlagan kız kimiydi ha? Hammacan. Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Ey, ağın vakti. Kalva Mekke. Mekke dağıtımı. Mekke. Mekke. Mekke dağıtımı. Ma yuqurdan kelgan boshliq bilan muxbirga seni yangidan beygan oila deb tonishtirib, favqulodda ma uyingga nuqtali holda ib keldi. Nima Allah savol so'rsa, taq-tuq javob berib tursa, ha? O'zingiz ugatgan petizimga shatut o'xshashda yodlab berdim-ku. Ugatgan peti dedim-ku davatdin. O'smi ketadi, qosh qoladi. Suv ketib, tosh qoladi. Avla ketadi. Mayada yana sen bilan men qolib ajma. Ya men nima gunoh o'tkazdim bir danga nima gunoh? Boşarak yap bil, boşarak. Allah anlap qalmısın. Allah iğildiki qo'y qallarini ko'rib atadi. Boşarak yapdin. Ya o yığıldık koy bile kalım. Enin olmasa beka sen bugün beygan dikan dep. Onun oydun kala, bunun oydun koy, onun oydun televizor, bunun oydun gilemden çıkıp kiyimlerini yengislep koydunuz. Eng suzuk. Akşam bunu tekşürüz kendik yani bunu saldırıp emin et apırıp dersiz cayla. Elbet şunda oldu. Elbet şunda oldu. Ben bu narsalarning hammasini mening uyimdan, oildan, ma oildan ara yig'ib terib akagan tursam. Zık. Ya nima gunoh o'tkazdim demadimki, vaqirib jaqirib ketdi ekansiz. Boşarak yap qil. Men sana necha qitim deyman. Ma sınavdan ma o'tkaldim bir o'tib olayli. Agar ma o'tkaldan o'tkicha ishni buzadigan bo'lsang, İşte buzdigan bo'lsam nima qilmoqchi eding? ishni buzadigan bo'lsang, Tumishqimga nima qilmoqchi? Tumishqimga. Tumishqimga bir narsa yapishib qopti. Boshliq bilan qolganlar qani? Hozir bir jiddiy telefon keldi ekan. Ular bu yerdagi ishlarni menga topilib qo'yib, ular qaytib ketdi. Sizdan bir necha savol so'rsam bo'lamdi? Mendimmi? Ha. Bo'ldi. Bo'ladi. So'raver.
Siz qachondan buyon qo'y kala bodash bilan shug'ullanyapsiz? Ha? Siz qachondan buyon qo'y kala bodash bilan shug'ullanyapsiz deyman. Bugundan boshlab. O bugünden başlap koy kallarımda tekimi avutuver demekçi. O siz sual sorsanız sen ciddileşip kılıvatıdı. Hozir sizning qancha tuyoq qo'yingiz bor? Mening hozir nechta yo'q qo'yam ba? 29'ga. Neydi 29? Ayşemxonning uyidan avval 5. Ayşemxonning uyidan 5 taqa samanla chiqqan kuni 28'de. Hepsi bir qo'ying tug'di. Shuning 29 bo'lmadi. Unutib o'xshaysa, unutib qolsa. Nima bo'ldingiz? Tutib qoldi. Hozir sizning qanchalik mablag'ingiz bor? Nima deysiz? Hozir sizning qanchalik mablag'ingiz bor deyman. Qanchalik puling bor deyapti. Hozirmi? Ha. Hammasimi? Ha. Shu uydagini qo'shganda yanchiqimda bilan 40 qo'y chiqarmiki? Çaklatıldı. Onun pulu bankada, kağıda. Pulacak bunun. Yanchiqimga pul solib qo'yganman. İçimdeki Navadi kelar yili men yana kelsam, ig'lingizdagi qo'y kallalarni shu piti ko'ralamdim. Yo'q, birini mi ko'ranmaysiz? Nima birini ko'ranmayman? Yo'q, o qo'y bilan kalning hammasini kent Ben boshida. tak çıkırvet degandim. Tak çıkırvet degan. Shunday qo'ydaymi? Tak çıkırvet degan. Shundaymi? Kalalaringizning ustini o'zingiz ishyapsiz yoki setyapsiz? Qas qaldingiz chiqdi. Çakçak kılıvatıdı. O sen odu kaldı. Bunun kallarının hemisi erkek. Hemisi buka. Nima gapni? Oyliq emchiq tanglab qolganmi buqima? İliki mozay kalı tutkan çakda. Ya estağfurullah. İliki kalı tutup mozayını bir ay emip tutsa onun ölüp kaldı degan tungu. Bu herkes qacha o'lib Eng tekkan yangi, eng suzuk, Ostandagi eng ba'zi esil kino yerlarda filmlarini ko'rib yuqorini huzurlanmoqchi aldab, bo'lsangiz, tuvanni Arzu besib, film salonimizga ko'z qo'shib bo'yamchilik eling. qilib, saxt ko'rinishlarni yasab, uydan naskeraklarni, qo'y kallalarni yo'tkab akilib, saxtalik qildigan ishlar nihoyat og'ir ekan. Sizlarning bu yerda unday ishlar yo'qdi, Yok. Qanday bildingiz? Bizning uyga qo'y kala, televizor gilamlarning hammasi haqning uydan kelmagan. Bu yerda men bilan birga kelgan boyqi boshliq nihoyat keskin odam. Keskin. Biz bu yerdan bu yerga kelguncha yuqorni aldab, tovanni besib, saxtalik qilgan, aldamchilik qilgan kadrdan 3 nafar kadrning huquqini biroqla olib tashlab, Ajab xudan. ularga qattiq chora ko'rdi. Har qanday ish bizning boshliqning ko'zidan hech qutlanmaydi. Shunda hech qutlanmaydi. Üretken. Qasım Bey. Demdem. Bizning kent boshlig'imiz. To'g'rimi? Bizning kent boshlig'imiz. Bizning kentning kent boshlig'i. Bu bo'lmagan bo'lsa bizning kent boshlig'i bo'lmaydi. Bizning kent boshlig'imiz intayin yaxshi odam. Eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Bizning yerlarimizning hammasini o'z egallab olib, bizning azobni o'zining yerlarini kengaytirib oldi. Bizning kent boshlig'imiz har qanday ishda bizga boshlamchi bo'ladi. Shu kentimizda o'z yolg'iz 5-6 yerga turalik uy joy silib oldi. Lekin men shuncha jafodan tushsam, bir min turalik uy joy sapmoqmidim. Shuncha yil menga ajablanib bu qarang, boshqaga bak bir deb qo'ying, biz kent boshlig'ini o'stirib qo'ysin, nima gap? Bo'ldimi, o'stirib deb qo'ydim. Endi u o'sasiz. O'sime. Hayrat. Hayotdan boshliq meni siz bu yerda qilib 2 yil turmushi guning dedi. Menga kanatdan bir yotoq ajratib bergan bo'lsangiz, men chiqib naskiraklarimni yig'ishtirib olgan bo'lsam. Ma'qul. Hayrat. Men sizning uyingizdagi naskiraklaringizni, qo'y kalalaringizning to'liq sonini elib oldim.
Men 2 yil bu yerda turish jarayonida sizning uyingizni nuqtaliq holda ziyorat qilaman. Sizning uyingizdagi narsa-keraklaringizni olib bo'ladi. Lekin birisini kamlab ketishga hargiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yana ikkilaysizmi? U yana har qanday qiyinchilik bo'lsa meni bevosita izlanglar deb bu telefon nomerini sizga qoldirib ketdi. U yana sizning qo'y kalalaringizni qotanda bodab baqsin, taqqa chiqaritishga hargiz bo'lmaydi deb alayda topildi. Mening yotiqimni, Ha, yotiqingizni men o'rlashtiray. Suyat qilib bilib yaxshi bo'ldi. Hay. Yuqoridan kelgan boshliq bilan muxbir hamma ishlarimni sezib qolgan o'xshaydi. Qandaymi qilaman? Orzularim yo'q chiqadigan bo'ldi. O'taqa yana bir 2 yil turman davatida. Yezi boshliqlarga o'sib bo'pti menda. Hem töven qarab o'ssiz. Og'zingizim. Eli qo'y kalla televizor ma ko'ylak bir narsani hozir olib o'tamdim yoki Nemini? Ne gapirsa, ha? Ne gapirsa? Hey, u narsani olib bersak, boshliq kelib surishsa, men nima deb javob beraman? Uni ustiga men muxbir degan naynab, hamma narsani so'rab kelib xotirlab olgan tursa, ha? Hammasini sen buzding. Mening ishim tugashdi deng. Men Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Astagfirullah. Obdan bo'ldi toza. Qilni pul ko'rsatib, eski tomoqni shir ko'rsatib yurgandiga to'ying endi. Og'zingizim, yeli beka. Boshqa deymi? Astagfirullah. Yana qiling ha. Xudoga ishonsiz, yana qiling ha. Endi bu qo'yasiz, endi bizni bo'za qilmaydigansiz. Hey, oz gap qil, bir odam qochgan demaydi, yeli beka og'zingni shishtirib. Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Hey, qani siz? Chapsan bu yoqqa chiqma. Bulunga. Hey, chapsan bulung deymi? Voy chaqqan menga. Voy chaqqan bulunga chapsan bulunga. Ha, mana. Ha, nim bo'ldi. Qaram, bu nima? Qog'oz. Hey, obdara qarab yiqma qanday qog'ozkan? Shu poch qog'ozkan bu shu. Ma qog'ozning ustidagi qarchiliklarni ko'rgansiz? Ha. Ana deb yiqma qanday qog'ozkan? Qarich kitibamki. Ha. Unda chivin chiqib qo'ygan qog'oz. Bu degancha qarang, 5 million chiqadigan lotereya bileti. 5 million chiqadigan? Ha. Sal turib mukofotga erishganlarni e'lon qiladi. Bizga 5 million chiqib qolsa, taqdirimiz butunlay o'zgarib ketadi. 5 million chiqib qolsa, qanday buni bir taraf qilishim o'ylish bo'psan-da sen, ha? 5 million puli bor odam qanday xarjlashni bilmasam Eng bo'lmas. yangi, Ha, digina eng qani qanday suzuk, qaytasiz bo'lish eng bo'lsa, esil digina kino olib filmlarini qo'y. ko'rib Ha. huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film Oldidan salonimizga qarang. qo'shib eling. 1 millionga yig'on dachidan birini setib olib, jo'ngshu qilamiz. Nima shu? Jo'ngshu. Ha, jo'ngshu, Uyni ha. bezaymiz, tamg'a qog'oz chaplab. Tamam qog'oz chaplab? Ha. Sen bu bekadimga pulni qog'oz ilib chaplag'icha pulning o'zini chaplasan olmamda. Bu o'yini o'zimizning urf-odatga moslashtirib uyg'urcha bezsak olmamda. Viyey. Hey, yaman nato jumosiz. Hey, bu hozir uyni uyg'urcha bezash modadan qoldi. Uni hech kim qiziqmaydi hozir. Nima? Hech kim qiziqmaydi demsa? Ha. Ey, bizning almisaqdan tortib uyg'ur binokorligimiz dunyoga mashhur bo'lib kelgan. Uning ustiga qishdan silingan vasjub uylarimiz, naqashlik imoratlarimiz, o'yiq mayrab takchilarimiz qaysi bir jongshusidan qilishidi, ha? Gapni qilib hozirman. Qalamdagi jonshuni buzayotdingiz mana. Ha, baqma, gap qilmayman. Buzib ketibsiz jonshurang, ha? Uyni bezashga 500 ming qo'y ketsa. Ha, 1,5 million tukit bo'ldi. Aldirmay, bek tutib ketdimi? Men xajlab bo'libdi, ha? Asan topgan xajla, ha? 1,5 million, ha? O'zim o'ltirdiganimga, eliq uzun 9 metrlik eliqi, uzun mashinadan birini olay to'y ko'chirdigancha eliqi. Uningda muzinavati poyezdlar bir namay. Chaqchaq qilmagan. Men to'y qilgan vaqtimdimi, siz meni eliqi eski Lada'da ko'chirgandingiz. Voy, sen shu vaqt koni forjada ekdin. Eliqi
Şu maşinadan birini alsam, o maşina 1 milyonga kile. Kep qala, seni pulsini olgandaki kilo da akçan. Bak özden o aldın, bana etmememsen maşina. Asli, siz er kişi olgandikin. Evet, tuttum, men sanızın bulatdi. Sizge mo dostlaşmalarınızdan aldırıp boynunuz kısılıp qalmışsın qarang. Geliki 30 min koyduk, 6'dan bir nepireye. Rahmat. 30 bin koyluq otudu ottasam tizim inkimga taqishib qolam men. Siziniz inkini taqishib qalsa qarang, aldırıp orunduq öydüp, keyindik orunduq öydüp aydasiz. Nepireydigan qo'shilma. Hay, rahmat. Pulsini olgandiki sen nima desang shu qo'yman, ma'qul deyman. Bo'ldi. Sizdan gap talashmaychi men. Yana nima olsam bula? Obda o'yla. O'ylab qo'y. Yüzüp kelsang ham tug'unim maydoni. Herhalde. Ha. 500 min koygan, özümün meyrin Eng kuduray. yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Bo'pti bu girim bo'yimlarini al o'zingni meyrin qilib nima qilasiz? Hey, bir ekşi olgandaki manda bir çoğun sipet, bir olturuna orunduk berip menga hey. Xotin kişinin işini arlaşmana siz. Ma'qul, aralashma, ya. Ha. İş qilib bağı qarang, ma chiroyimni manda qilib tatqizma. Yaxshi. Ma qapqimni kestirib, Aha. qo'sh qapoq chiqirma. Chiroyini tatqizim deyish, balg'il tatqizsang obdan tatqizsa. Bu qo'sh qapoq chiqirma deb nima kelib san sen bu yoqda badam qapoq qo'ymasang. Endi chiroyini qishig'ini birsini egiz, birsini past kesib qo'ysa kirib qilgandir. Shuni singoyan qaraydigan yakpayulab jursang edi, ha? Bo'ldi qilmang. Pul o'zimni olgandan qanday qilsam shunday qilmayman. Ishingizni qiling siz. Ha, ma'qul, ishimni qilay. Rost. Ha. Chichimni qanday yasatsam bular? Qanday yasitdingiz? Koreya bo'lsin-da zo'zilang, Amerika bo'lsin-da mo'slang, chachoqyani lo'slang. Qilib bağı qarang. Bu çaşdım ben bek zirkip ketdim. Ha. Vay, bek ziriktim bu çaştın. Hey, çiçimni yaslayıp taza. Ha. Tırnaklarım her yansı güllerini sızdırıp, günde bir xil güllerini sızlasam, bak. Dost düşmanlarımdan kezirin mi şu? Ot çıkır etime taza. Ot çapması etime. Chaqib ketsan. Qo'lan chaqmoq qo'ygandan sen val qilib. Tırnaklarımdan şunda üstürüp yürüp kessem. So'ngikoning kinosida jinni rolini sevasan o'tib kelsa. Hey! Bu qanday gap endi bu tirnoqlarimni o'stirma, chachlarimni kestirmada. Bu uzun chachgan bu Uyg'ur ayollarining ziynat emasmi bu? Bu uzun chechma bir ayolni, bir qiz bolani ko'rsak, biz erlar emas, ayollarni unda o'g'ach, havaslar qarab ketisizlar bu. Bo'pti, maq chechingni kestirem deb tirnoqni o'stirib nima qilsa? Uzun tirnoqdan javob sanjib kelsa. Biz uzun tirnoqni aytgan tamoqni men qanday yeyman, balla qanday yeydi? Yaman, vey. Hey, ben 5 milyon pulu bağ adam, özlem tamak itip sarang bop kalmagandım he. Sen boysan. Öyle tamak itidiğanga, Ha. kırıkatlan yüydiğanga karang, Ha. öy hizmet işletimiz. Shunda qil, bo'lsa chiroyli, kichikroq 18 yosh qiz boldan biri ishlatib. Sonra, bu kim o dese, menin hizmetkarım deydiğan qosumu, taz aş çıraylık 18 yaşlı konçakdaki kız aldım birini işleteyli he. Şunda qil, Aşında qılay. Ha, 18 yaşlı çıraylık küçük kız aldım nima qilmoq chiqdingiz? Neytin o yamanlıqını qara bunun. O'zing ishlatimiz so'ng'o? Hey, men yoqoqda chataq chiqirdigan o'xshamamsiz? Ha, men chataq chiqirdigan bo'lay. Mush gapingiz bo'lsinmi qarang, bo'shanrek 60 yosh qil xotinni birine kelmay uyga. Balanning dadasi o'p qapsiz, bo'lmagan bo'lsa asli birinchi o'p almashtirgan sizkensiz. Rahmat. Koni joji o'g'andikin men. Ay bo'ldi qilma, pul o'zimning o'g'andikin ishingizni qilib jim o'tirasiz. Men ishimni qilib jim o'tirdim. O'zimni kankishada hajdigil qo'yapsiz. Yana nech pul qoldi qo'lamda? Ba yana azroq 470 ming qo'ydak pul qoldimi-ki? Qalqay so'zam. 470 ming qo'y qolgan bo'lsa-chi, 450 ming qo'yni balanning nomida bankaga qo'yib qo'yma. Bo'lmasa, balam cho'ng o'g'anni sizga o'xshash xotinining qo'liga qaraydigan bo'lib qolmasin yana. Ashtaqil. 20 ming qo'yni nega ishlatsam bular? O'tirib, obdan o'ylash, o'tirib, taz yaxshi o'ylashib ol. Nega ishlatsam bular 20 ming qo'yni? Taras. Ha. Akam uyilma deyotdi. Akamga berib turaychi. Ashtaqil. 20 ming qo'yni. Akamga berib turay, shunday qilayjimi? Akamga 20 ming qo'y yetami? 40 ming qo'y yetadi ukam. Vo. Ay, aka keling, o'tir aka. Ha, keling, qada olamiz. Keling, o'tirib. Qani, o'tir. Qachon kelganding aka? Ha, ben xeyli oldi kirgili. Ishga chiqga kiraverdim. Hay, yaxshi. Kelib qolsan-ku. Ha, nima kelatdim ukam? Yangi bir uy setib olay degan. Aha. Shuning ozroq pul kamlab qoldi. Oy, bu sizlar botilsanglar,
ben kimden qarshi so'rab yurman? Shu. Sizlarda pul bormidi, yo'qmidi Eng deb yangi, ansirab eng keldim. süzük, Mana, eng esil kino Halilgi 5 filmlerini milyon ko'rib chiqdimi? huzurlanmoqchi Ha? bo'lsangiz, Muborak Arzu bo'lsin, film muborak salonimizga bo'lsin. qo'shib Kaç eling. pul gerek ki sana? 40 ming ku setidi ofkam. 40 ming koy. Abla. Bu hazır kulumda lekin 20 ming koyla naq pul qaldı. Qanaq saqla. Estağfurullah. Heras. Ha? Hele kız sizga aldıgan maşinani almay turayli bo'ldi. Ha, bakma ben seni tuturay. He, bu 30 ming, kulumdagi 20 ming, 50 ming. Aka, sana 50 ming koyla berip turay. Rahmat. 50 ming berip Rahmat, turay. ukam. Kelip pul yapmay qapqas, uyoq bu yoqdan so'rab avarib yemayina. Rahmat, ukam, 50 mingni berip rahmat, turay. O'ltira, rahmat. o'ltira. Terindosh degan mana shunday vaqt esqatdi-da. Rahmat ukam, sana rahmat. Vakilama. Ha? Vakilama. Qarang, ahmoq olmang, bizda pul yo'q deyman. Nima? Bo'ldi, yoshirma. Men hech kimga demayman. Voy, yo'q desangiz, bizda rost pul yo'q deyman. Bo'ldi, yoshirma. Pul bagim kelmayotdi-da, dema. Yo'q, unda emas, rost. Men ishlasam sizning pulingizda emas, singlimning pulini ishlataman. Meni qaytaramasmiki deb ansirab ketyapsiz. Astagfirullah. Agar o'zingizning aksi olmasam, qo'rqmayli berib turadingiz-ku deyman, ha? Yo'q. Men sizning xilibi mer, o'g'li bola, jigiri bola desam, siz men 4 tanga pulni ko'rib o'zgarib ketdingizmi? Yo'q, qarang, men Unutib qolmang. Ha. Sizmi-chu, uy setib olganda, men qip-qizil pulni shiriq sanab berib turgan xalq puldan. Ya qarang, men siz xato tushunib qolyapsiz. Bu asli qarang. Ha, bu asli chiqmagan pul. Ha? Bu bizning xiyolimiz demoqchiman. Ha, endi tushundingiz, rost. Anqara. Bu og'ziq sepmasam davatgan gapini. Ya bu tuzigarak bir amal topsangiz bo'lmamdi. Ha? Tuzigarak amal topsangiz bo'lmamdi. Yo'q, bu gap shu tursa demisiniz, biz pul olmasa bizda. Hey. Bo'ldi, Eng yangi, bermaymanli dama. eng süzük, Shundaymi? eng esil kino filmlerini Berib ko'rib turamiz. huzurlanmoqchi Eng bo'lsangiz, yo'qmi? Arzu film pul salonimizga bormi? qo'shib eling. 45 ming. Ha, 5 million. Voyras. Voy, aka rostga bu tegi chiqmagan pul de. Oh, sen nim bo'lding endi? Sen meni olding-ku. Ering yurtingni meji yutibdi-da, ha? Yo'q, emas aka, bu rostga chiqmagan pul. Hey, sen unutib qolmajmi? Biz degan qarindosh. Boy taqni buzgan tul. Tuqqanni buzgan pul degan rost gapkanda, uruq tuqqanini ko'rib qo'ydi. Hey aka. Shu pullaringchi pul so'ramaydigan, mendan yaxshiroq akadan birini setib ol. Ya, men Sizmi-chu, menga berib turmagan pulni bag'ringizga chiqing besib yotasiz. Hey aka, to'xtab turing. Bo'ldi. Aka. Ha, bo'ldi. Astagfirullah. Ammo qanday qilamiz, akam ketdi mana. qanday qilding? Deyishga qarab baq. Televizor qarab baqa 5 million chiqib qoldimi? Apla, vaqt o'tib ketibdi, e'lon qilgan vaqt. Telefon qil unda bo'lsa. Men to'xtab turing mana. Men telefon urib surishtirib boqay. Yaxshimisiz? Bugungi mukofotga chiqish ahvolini surishtirib boqay degandim. Ha, rahmat sizga. O'xshash chiqdi birsi. Ha? Birsi o'xshash chiqdi. Ha. Ha. Ha, ma'qul. Chiqibdimi? 5 million chiqibdimi? Jiddiylik ketdimi? Gap qilmadansiz, rost gaplar 5 million chiqibdimi? Pul chiqibdimi? Eng yangi, eng süzük, Besh yil chiqibdi. eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Shuni qag'izdan. Hey, to'xtab turing, nega ko'rsiz? Men Taksi bilan berib, men pulni olib beray. voy bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir kayla qanday qilsiz? Qanday qilib to'q dal setib olamiz, tirnoqlarini o'stirsa, chaychoqni kestirsa, obdan o'yinni jon shu qilamiz. Uningdagi qag'ini akamga berib turamiz. Ay, bo'ldi qiling. Men akib Ay, to'xtab turing. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Nima bo'ldi, odosh? Yama ig'ir o'tirib ketibsan-ku. O't tosh yo'qdi. O't tosh yo'q, to'mi bor. Unda bas bir.
Magin toyak bamayrak tujma adaş. Bol taqsimini qo'y adash. O nim boldu? Birdem yerimde bir salçılıp oturul deb kirsem yama ig'ir o'tirib ketibsiz ha? Tuta mana. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Ne boldu? Men bo'latdim adash. Ma bayramga atab yozadigan, tayyorlaydigan it o'tning shumamdi. Voy voy. Şunun qilmishda ig'ir o'tirib ketdingmi o'ylashib? O'tgan yili o'yinga aytib o'yinsaqli ishtigimizmi? Qaysini? Yeliqinchu? O'tgankida? Ha? Qiziq gap qildi ekan adash. Uni o'tganda bir qatam o'ynab bo'lgan tutsak, yana o'ynasak ko'nika deb turib olayqchi. Bu degan gapim o to'g'ri. Bir naqshi 50 yil aytilsa, hech gap yo'q, bir tot chiqadim o'ynasa ko'na. Unda bo'lsa da yenidan birini yozilayapsiz. Shu qaysi temada yozamiz? Qaysi temada yozsak bo'lar? Topdim. Hozir bunda o'ylab qolsam adash. Mushu dadi to'g'riliq, naqshimo itotmi az chiqibdi. Dadi to'g'riliq bir desamdiq ya. Dadi to'g'riliq? To'g'ri. Dadi to'g'riliq yozaylik. Temisi dadam bo'lsin. Bo'ldi. Temis dadam bo'lsin adash, dadam. Bo'lmag'idekchimi? Nemish bo'lmaydi. Dadam deb yazsak, onamning ko'ngli kelarmiki? Unda biz onam deb yozaylik. Onam deb yazsak, dadamning ko'ngli kelmamdi. Voy adash. Unda bo'lsa, tavopni ko'ymaydigan, zixni ko'ymaydigan ishni qilib, onam, dadam deb yozmamdi. Adash, onam, dadam deb yazsak, akam bil achamning ko'ngli kelar. Astagfirullah. Qanday qilsak bular? Bo'lmasa adash, birak danglik shaxsning ishsizligini yazamdiq ya. Danglik shaxsdan? To'g'ri adash. Endi topdim. To'g'ri. Birak dang chiqargan shaxsning ishsizlarini maqtab yozib chiqaylik. Maqtab? Maqsaq bo'lmaysizmi adash? Nima? Dang chiqarib yo'l topganlarni maqsaq, ba'zida uning o'tmishini cho'p chiqishi mumkin. Burun dang chiqarib yo'l topgan, hozir vayron bo'lganlarni yazsak, mana 4 kunlik jahon bu, ayni 15 oydan 15 qarang'u. Bir yomon ko'ranglab ketdi, yo'qlab ketdi. Mana endi nim bo'ldi deb gap topam ketay mana. Shundoq. Uning burun qilgan ish izlarini yo'q qilib chiqarib, bir tayoqdala haydab, natijasini nol qilib o'tishga aralli qolamiz. Bir odamni qo'llashdan o'g'ri qo'llashni a'lo bilamiz. 10 ishni to'g'ri qilib adash. Bir ishni ketkizib qo'ysang-ku bo'ldi, tugidi. Bizda hozir savod yo'q, bilarman ko'p, jobdug'i yo'q, hunarman ko'p. Bo'ldilar adash, buni yazsak bo'lmagidak. Bu qo'llashdan tillash avjab ketdi-ku tang adash. Rastaysa adash. Mush qo'y o'ltasan ko'may turib qonxo'r deysan. Haq ish qilsang bilmay turib parxo'r deysan. Eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib o'lib ketsan go'rditilsa, tirik bo'lsang to'rditilsa. Har qaysi temada yazsak ular? Ras qasim desak ular. Hey, adash. Bo'lmasa ta'sirlik vaqadan bir narsa hammadan yig'laydigan. Ashlardan bir nisba qamdiq ya. Ta'sirlik? Hammadan yig'iladiganmi? Ta'sirlik itotni yezishqo. Tashlab ketganim bo'lmaydi adash, maqara. O'sha gapni oldirmay qilib, mungluq muzikadan birini qo'yib qo'ysang-ku, ba'zilar michildab yig'lardi. Bo'mara. Biroq biz yig'lab yurdigan haqmi deb gap toppa. Kuladiganni yazsak, bizga kulku usuli bo'lamdi deysa. Yo yig'layammisak, yo tilanmasak. Bu adash to'xta. Endi isim keldi. Adash. Mani yazayli. Mush tarbiya va ahmiyatvani bir yez chiqayli. Tarbiya va ahmiyatvani? Adash qiziq gap qildi ekansa, tarbiya va ahmiyatvani yazsak, ba'zilar sening bizga tarbiya qiladigan qanchalik salohiyating bo'ti, tarbiya degan ota-onamiz, ma'rif o'rinlari, jihi organlari qilmam deb qo'pam ketayman ha. To'g'ri adash, to'g'ri. Onun ustiga adash hozir shu ba'zi odamlarga bor-ku, mush tarbiyani miqqa o'rab, xulqiga bozgan bilan qaqsang, miq kirib ketib tarbiyani xulqining teshida qolib qolar juma. Voy, beshim ajab qattiq. Hey adash, mush ba'zi odamlar nemishqa o'zining ishini qilmay, mush boshqalardan qusur tepish qilamroqdi deyman. Adash, ish qilishdan qusur tepish oson, uy silishdan chiqish oson, qo'zi qasashdan qiqish oson adash. Rastaysa. Mush uy chaqqanlar, uy sog'anlarning qadrini na'dim bilsin. Bir-birimizni e'tirof qilmay yashaydi ekanmiz-ku tong. Hozir vaqo adash, mush ba'zi odamlarga bir ishni yaratmoq bek ta'sir ketdi juba. Rastaysa adash, rastaysa. Usul o'ynasa beli chataqdaydi. Gap qilsa tili chataqdaydi. Boshliq bo'lsa geli chataqdaydi, o'yin qo'ysa zeli chataqdaydi. Sarangasi teli chataqdaydi, do'konasi meli chataqdaydi. Bug'doy tersa yer chataqdaydi, bir to'y qilsa er chataqdaydi. Stankasi qir chataqdaydi, mashinasi sir chataqdaydi adash.
Vay. Hey, adaş. Mandalı qilmaydi mı? Beşimizde qatırıp жүрmей, etot yazımen, etot oynayman deb avarıp жүрmей adaş. Eng yaxshisi boshqa bir ish qilmaydi mı? Boshqa nima ish qilsa? Boshqa ish qilamiz? Qimov o'ynasang tutib oladi, o'g'irlik qilsang tutib oladi. Bu o'zimizning kasbimiz qilmay nima qilsa? Rost, bu degan ham to'g'ri adaş. Rost, bu o'zimizning kasbimiz mushrik qilmay nima ish qilamiz? Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi qo'g'lashmaydi. bo'lsangiz, Yaxshi bo'lsa, yomon bo'lsa, kulkilik voqealikdan birini ezib chiqib o'ynalaverman. Rost, yo'q, bo'lmaydi ekan. Rost, men boy degandek bizga kulki hosil bo'lamdi deb qo'pirganlar chiqa. Adaş, kulganning kuldiganning nemisi yomon, ha? Bu o'yin ko'gini kirganlarmi kulimiz, fayzun surimiz, huzurlanamiz deb kirdi. Shu o'yin ko'rdiganlarning ismi tomoshabin. Adaş, mandal qilmaydimi? Ha. Mush buningdagi mush qo'rq gap ushaqsa tugaydigan ish bo'lsa, ikkimiz saniga chiqmasaqli ish tugimidimi? Voy, o'g'il, akila qo'lingni. Chiqmayli buningdagi zat. Adaş, mush quruq gap tugaydigan ish bo'lsa, bundan sahnaga chiqmasak, chiqmadi. Hey, to'xta. Ha? Yana nima bo'ldi? Hey, jinim adishim. Ha? Biray itot nachar chiqsa tugatdi deydi. Biray chiqsa saniga chiqmasak o'libdi deydi. To'g'ri. Ölüp ketsen gorda tıllaydı, tirik olsan torda tıllaydı. Bu başkalar torda pen teknika, bilim, uçur ögense. Biz nemin ögünüvatımız? Torda var o, muhabbetleşişini, kuruk gepsetişini, gıybet şikayetini, kusur tepişini ögünüvatımız. Hey, bulbuldek sayraştın, iştek kavaş asağı okşaydı adaş. Rast adaş, işleyemezsin kavap adamını uflatmaydı demez mi? Doğrudan. Adaş, lekin to'g'ri tanqidiy fikr olsa cho'qim qabul qilishimiz kerak. To'g'ri tanqidiy fikrni cho'qim qabul qilishimiz kerak. Bo'lmasa sen bilamiz, ilgirlaymaymiz adaş. To'g'ri. Shunlashqa qisman chakana odamlarning qusur tepish uchun emas, balki bizni qo'llayotgan tomoshabinlarimiz uchun yaxshi to'tin bir ezib chiqayli adaş. Sen gap qilding adaş. Meva o'xshagan sir uning qurchiq tushidi. Daraxt yo'g'ilgan sir uning shamol bektigidi. Shuni biz chidamli qo'yishimiz kerak. To'g'ri, chidamli bo'lish kerak adaş. Lekin kichikkin bir chashqanmi yo'g'on tomni ko'lab o'ratalaydi juma. Adaş, bo'lmasa manda qilmaylimi? Ortiq boshqa turib avarlab жүрmей. Boshqalar o'ynab bo'lgan itotdan birini tarjim qilib o'ynamaylimi? Boshqalarnikini o'ynab bo'lgan tarjim qilib. Hech kim qilmaydi. Bo'lamiki adaş, bo'lamiki. Hey, uningsizmi bizda tarjim film azmi? Shunga adaş. Mush so'z-so'chak taqtiyotgan, qusur tepiyotgan, mush odamlarning to'g'ri tushunishimiz kerak adaş. Ularmi yot odamlar emas, dal bizning atrofimizdagilar. Şu özü birer işte kanlaştıramazlar. Aşı bir şerlen bağı, to'xtab qolmay qusur tepish uchun bo'lsa, biz to'xtab qolmasak bo'ladi. Rost aysa. Aşı bir şerlen ishsiz qolib qolmasan beka, ular azroq o'sim ish deb beraylar-dash. Erlarning nashtir turib bir-birini chiqishmaydi ekan. Odamlar uchun nashtarsiz turib bu olamga petishmaydi ekan. Bu hikmatni kim yozgan bo'g'ichi deyman. Biz qachongacha dash karvatni beshik, marjonni to'shik, yo'lbosni mushuk deb yashaymiz. Alim yaratmay, malım yaratmay, işçiden, işçiden, even tepip kusur izlep yürüyemdik deyme. Hey, qanday qilsak bular? Qanday qilsak? Rosada. Endi esimga keldi. Bir gap esimga keldi. Mush hech kim qusur topolmaydigan, gap topolmaydigan, mush hayvonotlar to'g'riliq. Uchar qushlar to'g'riliq. Mushuklar to'g'riliq chiqmaydi. Estağfurullah adaş. Onda qilsak, maşkisi adam ve tabiat chiqib olibdi, yiqilib o'xshaydi deb gapirib, ha? Voy, mag'rur. Hey, manda qildi. Adaş. Eng yangi, eng suzuk, Kallamı bir akıl geldi. esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Adaş, bunda qilsak bizning gap toparman zuvandalaga texim bo'lib berar. Nima deb? Nima deb bo'ladi? Oshiqsang zuvani tutilib qopti deb. Oy.
güher bir dedi gereksiz çalma bir dedi meyvesiz bir şah bir dedi kızargan alma bir dedi meyvesiz bir şah bir dedi kızargan alma Bir semini ustasda bilip yürügümge de elem saldı Köksi yalgan sürüntüler Yürgümni mücüm könlümni aldı Köksi yalgan sürüntüler Yürgümni mücüm aklımni aldı Oylap görsem Kırlı kız işretlerge tolganken alem Bir ne yaxşı dep bir ne yaman Gözerken ömürni adem Bir ne yaxşı dep bir ne yaman Gözerken ömürni adem Maqtiğanğa çok ketmedim Tilliğanğa kılmedim perva Dektatın emma ölüp ket Kan kosağlık buldu bana hemre Dektatın emma ölüp ketmedim Kan kosağlık buldu bana hemre huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu Dektatın emma ölüp ketmedim Kan kosağlık buldu bana hemre Kan kosağlık buldu bana hemre Әң яңи, әң süzük, әң esil kino filmlerini көріп huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizni qo'shib eling. Adam var mı? Kim o? Adem bağımı deb ödegende adam bo'lmay hayvon bo'lam teki Vay birisi muş uydan televizorum buzulup kaldı remote kıldırmayın dep meni ishxonamga telefon qilibdi shuni kelgandim. Acep siz kepsiz ha telefonni mavg'on Ha. kelib o'tiring Afkam Ya bo'ldi mana televizorni. Afkam avval o'tiring ha Ya men aldilar Afkam avval bir o'tirib payslar Men aldilar ha adislar televizorni bir ko'rib boqaylik. ha ko'rslar Televizorni bir ko'rib boqay zot nima bo'ldiki? gap qilmang Afkam nima bo'ldi ma televizorni faqat ko'gin olmaydigan bo'lib ketdi deyman Nima bo'ldi? Chiqmayotamda? chiqmayotamdi deganni chiqmi solati degan narsam ochiq oshkor chiqadigan bo'lib oldi Afkam 30 kartning 8i so'ziq chiqdi televizorning ichida odamlar buzuq chiqdi Bu gapingiz faqat tushunmadim-ku. Ma qarang Afkam ma uydik televizorni bir kino ko'ramanmiki xabar ko'ramanmiki deb olgan qachonli qarsam ma televizorimdan doktorxonaning ilonlari chiqaverib Afkam hozir men yerim doktorga aylanib qolay deb qoldim shuma Unda yaxshi bo'pti-ku. yaxshi bo'pti deganni Afkam ma bron ma televizorda kinoning orsiga ilonni qistirib qo'yapti hozir ma televizorda ilonning orsiga kinoni qistirib qo'ydigan bo'lib oldi deyman buning ustiga ma televizorning ekranining 4 bo'lingida 4 xil xat hammasi ilon o'ttirdilar kino kim buni o'zgartib o'ttirdi ilon 4 bo'lingida kino bas qanday ko'raman deb Qaraganda bu e'londan bak zerikib ketibsiz ha. qo'ying Afkam Unda asosh e'lon bergan chaqda televizorni ko'msonsiz bo'ldi ekan-ku. Afkam adam ko'rmay desam adamning ko'zi chiqib qoladi ekan qachonli qarsangiz ayollar kasallan erlar kasalliklarini maqtab ekan uni azdab ayollarning ish kiyimini to'lib maqtab nerdan topdiki bu yalang'och shu o'tilini adamning ko'zi ochak qilib
Ondan sonra yalavaş ayarlar çıkavak televizörü karmay oturvarsınız bu Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Ya bir xotin balalarımızla, atalarımızla, balalarımızla bir hatırcam oturup köygünü bombasa, şunda alıqdaki elak yeri çıkan deki hacatxana yalğanda жүргенdiğin gap. Ondan sonra bir kino tüggeçe yalğandan 10-20 qaytam hacet çıkıp hem ha? Naq gapni qildingiz ukam, ba'zi uningdan jiqchimi? Har rost bir kun hojatxonaga kirsam, 5 yoshga kirgan kichik o'g'lim nima deydi deysiz? Nima deydi? Dada, hojatxonaga kirolmaydigan bo'lib qoldingiz. Qaraganda sizmi televizordagi e'lon qilgan nima champishandamdi, marazbizdamdi. Mazbizi adam. Ha, shu biz bo'lib qolgan o'xshaysiz deydi. Demak, kichik bolalarningmi? Ukam. To'g'ri. Unda olsa televizorni ishga qilib olsangiz o'g'dak. Ma, bola nima deydigan? Ukam bu televizorni ishga qilib qo'ysam, mayliqidek elaq-yali chiqqanda kanal o'tkazadigan odam yo'q, baldirim o'tib fursat topib bera. To'g'ri. Bu deganingiz bu to'g'ri. Unda qanday qilsangiz ular? Qachonli qarsam shu elaq jinsiy kasal ilonlari bilan elaq ayollarning elaq badallarini jongshu qilib o'zgartirgan ilonlarni ko'ra-bera ukam. Shu Bu ko'chaga chiqsam shunga, bu butun erlarning hammasi ojiz, ayollarning hammasi ko'zimga ja saqtidaglik ko'rinadigan bo'lib qoldi juma ukam. Rastlaysiz. Onun ustiga bunday ilonni ko'raymas, adam o'zini gumon qilgan bo'lib qoldi ukam. To'g'ri deysiz. Ras mush televizordagi ba'zi bir ko'rinishlar mush bolalarimizga qattiq ta'sir qilyapti. Jin gap qildingiz ukam, jin gap qildingiz. Burun bog'o. Mush bolalarimizni, balam, sen hali cho'ngib qolding, to'yingni qilib qo'ysak olti desak, villida qizirib ya qarab olibdi. Hozircha balam, seni to'yingda bak dada qarishtiranda qilamiz. Nima deydigan bo'lib ketamizmi? Rast dediniz, mushu chatning ba'zi bir kinolarini, ba'zi bir ko'rinishlarini ko'raverib, mush bolalarimizni sharmiy hayo degan nima qolmadi. Jin gap qildingiz ukam. Uğavalda gap qildingiz. Qarang ukam, ma burun quvag'o bizning ba'zi qiz cho'kanlarimiz o'zining iffat nomusini saqlab qolish uchun jinni qurbon qiladi. Hozircha ba'zi qizlarimiz ukam bir damlik hissat uchun o'zining iffat nomusini qurbon qilyapti deyman. Aytdim, hamma televizordan foydasi bor ukam. To'g'ri. Ma qarang aka. Bunun hammasini kino, televizorga atib qo'ysak yana bo'lmas. Hozir jamiyatda yaxshi ishlar nihoyat ko'p. Bunga agishib nachar ishlarmi bizga nihoyat tez surat sinavyotdi. Ukam, nachar bakrak sinadi ekan deyman. Shuning uchun biz meg'izni qabul qilib olib, shaklni tashlasak bo'lmadimi? Endi bu deganingizmi-ku, to'g'ri ukam, mayliqi agishning g'ururiga tegadigan, agishni yolg'asa qiladi, pilda qiladi, ishda qiladi deydigan ba'zi gap so'z ko'rinishini ukam. Sal silliqlab yepibroq desami bo'ladi-ku, ha? Nima qiladi deyman shu? Adamning chavisini chitga yeb, qachilab filib tushundirdi. Man qarang aka. Shu xildagi kasalga giribtor bo'lganlarga ayrim tushundimsa, Allah xijilib qilib, doktorxonaga borolmaydi emasmi? Jenim ukam, hammadam shu xildagi kasalmi? Sizlar shunday kasalmi? Ya. Demak, unda kasal bo'lmaganligi shunday kasallikning qo'liga kelib bundan deb qo'ysa tugamadimi? Nima qiladi men sazoyi qilib? Aka, ma televizoringiz saqmi, zot buzuqmi? Meni bir dana. Buzuq ukam, buzuq. Ha? Ma televizorni ya ukam ishini heliqida ko'rinishi chiqmaydigan qilib qaytadan qurashtirib tangshab bering. Bo'lmasa ukam ma televizorni ochliq bir operativ bering, ko'zimni ko'rib berim qilsam qutib ketaymiz televizordan. Nega gapirib turdi? Heli qilindarsin maqtab satadigan heli doktorxonaga gapirib bering ukam. Ashulab o'zlarining ilonni o'ldirib, xotin bolalarni o'tirib ko'rib baqsin qanday bo'ladi-ki. Ular gapirib berganning nima foydasi? Ular gapirib berganning foydasi yo'q. Men qarang. Qaraganda bu televizordan bek zerikka o'xshaydi. Sen zerikdingiz ukam. Zerikibsiz, ha? Rasmi. Unda shu aka, menda qilayli. Eng yaxshisi men televizordan menga berib o'tam. Men opirib, chuvib, saymonlarni ishiltib o'tay. Aştağlı kılına canım fıkan, benim için hem de mi kutulduruna, işledik saymalının hemen ektiğine, her az kepeğe man kapkasın. Bak böyle televizörü yokken de kapkamasın fıkan. Kebir işin al, kurayştır bir işinin hemen ektiğine sizi gibi verip kutup gideyim. Bakın, canım. Fıkan. Ne böyle? Yılıq televizörü biraz yakın değil ki. Hindistan'ın bir kinosuna başladı. Nuracı demdi, Miracı demdi. Hali yaman emas kino ekan deb ashni ko'rib olib tukkandagi sizga qancha telefon qilsam kelib aytamsiz ya. Ash kino tugan, ammo menga telefon qiling, men kelib aytay. Bo'lamda? Astag'firullah. Uning kayni uvlab aqchani Koreyaning kinosini boshlaydi, ko'ravasam deydi. Uning xotin bolalarim yomon amroqdi. Bo'lmaskan bir necha kun qarab baqamdiq ya. Bunda qilib televizorning boshqa yerlarda kasal bo'lsin deb qarab biqib, o'ngshab turib maqamsiz ya. Qaraganda bu kasal televizorda emas-ki. Bu kasal o'zingizniki. Sizning ba'zi masalalarga qarata ziyoda sezimchanligingiz ish ketibdi. Bo'ldi, men ketdim.
kasal o'zingiz ekan. Ziyodsizimchaligingiz eshib ketdi-da. Bu qanday kasal o'g'itanda? Bu kasal. Ha, to'g'ri. Kirib televizorga bir qarab qo'ychi. Mush kasallik qarta. Eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Hey bala, hey bala. Anuja. Hey bala, televizor uchun kanal yutgan. Kanalni yutgan, xo'shlab ketdi, kanal yutgan. Nima deydigan doma bu? Nan ayolimni chiroyli qildi. Men xotinimni go'zallashtirdi. Nima deydigan doma? Qo'cha qadash ayolimni chiroyli qildi, go'zal qildi, ayolimni ayguram tikki. Hey canım balam, ma televizorunu yut. Estağfurullah, çıkın bir çıktı koyamdım. 5 santimetre ses bırak, gayrı bıraktım. Hey balam, işlerinizi tuğlukunu içivet, ma ses bırak, salağı çıkarsın. Estağfurullah, ma televizorunu şup gençlik gördüğüm buldum da. Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. O'zi menda bir ish bo'ldi. Anam raqibaqqa qo'yibdi, qo'tamda bo'lgan. Bir kuni kecha tushunchirib qopti. Bu nim bo'lgan deb atiga qo'tag'i chesam, eli qo'y chiqibdi. Nima bo'ldi? Qiz chiqibdi. Hayatın oyunu tukku. Mana kıllar. Ma yamandan bir şey. Adaş bırakadi bir çalam da be. Oynaga doğru. Eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Şundaq yerge kitipsiz Anla desem edimeydi Anla desem edimeydi Anla desem edimeydi Adaşı. Size çalmam sana böyle çalıp da koysun. Buna kadar da saz etmesin. Oldu kılıyor adaş. Oldu kılıyorlar. Bizde kıldıgan başkasız bomba deken arkamızda şile. Bir adaş ya bulup yamına. İlla tutlardı. Gel. Bir tane yakışadı. Gel berrak. Kalafkam sizin bak. Yine. Sizin bak sorudu bakam yine. Moşarak diyecek bir narsa. Qanday inson ijod qilgan vaqtdagi afkamini ha? Eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Xo'sha deyman, ilg'a xo'sha. Maqla, xo'sha. O'tirda bir xo'sha. Ya, sen asafkam toymadan mı tıkıyor? Vay. Ya Adaş, niye çıkar? Sen kayada? Ben bak şu oturalım ayrımkanın keyinde. Makul, ben hazır çıkaymış ha. Hazır çıkaytıp buradayım ben. Ya bana ben çıktım. Sen kayada.
Ha sen nerede? Mana. Hayada. Ha sen nerede? Kana. Mana. Voy. Meyada desam olmamda. Adaş, bir iş bulmagandı. Adaş, dost ağırtып aytыды, düşman күлдіріп деген gap bor. Bugun mas o'rinda biz qanda o'tiramiz. Şu hammamiz er-ayol o'tiryapmiz ku. Hep belli adaş, so'rin deganda do'st bor, dushman bor. Nima qilsam bir o'qdan aroq ichmaydigan xotin aroq so'lab deyman. Bu qiziq gap bo'ldi bu. Unda sening xotining nima ish demsa? Bu bizning oilaning ishki ishi. Mening oshqozim chatoq qo'yg'achqa, mening o'rnimda mening xotinim aroq ichib, mening vazifamni tugatib beryapti. Ha. Uning ustiga bir oyda birsimiz isak bo'ldi. Endi birsimiz masop qilsak, birsimiz yo'lab bo'lmasak olmas. Sen bizsan xotiningizsa, kesini kim yo'laydi? Kallang bormi ya? Undaqda sening oshqozning uchun ayolingning oshqozini xizmat qilib o'tibdi-da. Adaş, maysan-da mening ayolim ravris ko'tarijima. Demak, sening ayoling isti bo'ladi. Mening ayolim isti bo'lmaydi, shundaymi? Adaş, mening ayolim degan uzun muddat sinovdan o'tgan xotin. Ha. Bu mening buyruqimsiz o'ziga bir chivinni qo'ndirmaydi deyman. O'ziga chivimi qo'ndamaydi? Ha? Unda xus hozir bir so'lan tong o'ynab kelib qoldi-ku. Ashta qildimi? Ha? Ha, u abiyam mening xotinim zerikib qolmasin. Balla bir tong o'ynagach o'tiranglar, ballani qulqiga deb qo'ygan. Ha. Shu mening buyruqim bilan bo'layotgan ish bu. Men u yerlarda xotirjam adash. Agish bu xotin kishi bo'ladi. U yerlarda xotirjam esel kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizda. Men ayolimni aroq so'riniq ekanmayman desam, o'zinglar zo'lab turib oldinglar. Men ayolimni so'ringa boshlab kelsam, hammasi mening ayolimga aroq zo'ladi. Men ayolimga aroqni ichga, bo'pti, bir rum kichib qo'y degan bo'p, choyga to'kib o'tishni shart qilib qo'ydim. Ayolim aroqni ichgan bo'p, choyga to'kib o'tdi. Demak, ishmi dey. Choyga to'kib o'tdi? Ha? Ayolim choyga to'kib o'tdimi? Ha. Xotin kishining qildigan ish emas-mi bu? Bu ko'ngil degan nima to'kib o'tamdi? U to'kib o'tkish ichib, faqat sig'may qolgan salot chiqib, chiqirmasa turmadimi? Adash. Ko'chada mas'ulib, qusib, yondirib yurgan ayolni nima desak bo'lar? O'zimiz ayollarimizni so'rinlarga, aroq so'rinlarga boshlab olib o'zimiz buzyapmiz. Er kishi degan er kishidek bo'lish kerak deysa, adash. Seningcha ayolingni tong so'ynigacha o'tirib turing deb, tashlab qo'yib taloq yenib chiqqaning er kishining ishimi? Buning nari xato? Hamiz ishaylik vallah tursa. Adash, baqqol jinida tizib qo'ygan olma-nashbutlarni xaridalarni kelib tutib mijiqlashiga yo'l qo'ymaydi. Bir yil saqlig'ili bo'lgan olma-nashbutlarni ummi kelib tutib, bumi kelib tutib, ummi mijiqlab, bumi mijiqlab versa, bir haftaga qolmay sesab ichidan buziladi. Ikki yot jinis o'zaro qo'l tutishib, bel tutishib, tong so'yinsa, azroq hissiyat paydo bo'lmasmi? Bo'ladi, buziladi. Lekin mening ayolim olimlashib emas, shundan buzildigan. Uning ustiga hamma og'ini bal omonat xiyonat qilib qoldi emas ular. Ma gapmi. Hey, meni bir muncha kishining orasiga tashlab qo'yib, bu yerda nima ish qilyapsiz? Sen chiqyapsan xotin? Siz kishi bo'lgandan keyin kishidek bo'lmamsiz. Mana bu bir tumba mana kishidek turyapman bu. Boshqa ayollar uylarga ketib bo'ldi, ne vaqt? Sizning ayolingizmi ketib bo'ldi? Men ash bir muncha narsaning ichida o'zim yolg'iz o'tiramdimi? Nima bo'ldi? Bir narsa demaganda? Yerda bir lavza og'ingiz tans o'ynadim deb. Ha. Tetiqsiz chaqchaq qilib, ko'z qisib yana. Nima? Ko'zni qisib? Ko'zni qisgan bo'lsa-mi ko'zingni? Eng suzuk, eng esel kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Necha vaqtdan beri men sizning yuzingizni debla, bu shundaq lavza so'rlar qatnashib keldim. Bundaq tetiqsiz paranglarni qilib o'ltag'icha uyda bolalarimga oshtamoq qilib berib, topshiriqlarini ishlarsam-chi. O'zimiz so'rindan kelanmaymiz. Bolalarni uyga silab qo'yib, topshiriq ishlar deb xato ishlasa urib pullaymiz. Hey, bu shu so'ringa ko'ngil berganchilik bolalarimizga ko'ngil bersak-chi. Ota-onasi so'rindan kelanmaydigan bolalarning kelgusi zodi nima bo'lmoqchi? Qolgan gapni uyga berib teshayli. To'xta xotin, ya xotin, maqara. Men seni operativ undan keyin kelay menga. Jiraman, operatayman. Bo'ldi, rahmat. Siz so'rinda o'tiravering. Siz so'rindan ayrilib qolsangiz, bizning eshib-peshib turib qolgan pulimizni nega xajlaymiz? Men o'z yo'limni tepib menishni bilaman. Haras. Biz isrof qilayotgan, biz xarlayotgan tamoqlar kunlarning birida bizni xarlab qo'ymasdan mayli-ku.
eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizni qo'shib eling. Hap. To'xta. Ey. To'xta. Nega mangding? Yo'q, mening ayolimni ko'zini qisqicha qissolmamdi deyman. Men kimning qilganini bilaman. Ishga boshlashdi bilsa. Bo'ldi, o'zing tutib ol, adash aka. O'zing. Qara, buni vaqo qara. O'zingdin-ku. Nereden çıktıymış tansı degan narsa? Şoňlaşqa bizning ota-bobolarimiz ma er ayollar o'tirsida orliq qoldirib, larzon usullarimizni bizga qoldirib ketgan. Chiroyli usullarimizni qoldirib ketgan. Hey tansı. Ko'p o'tmanda adash, belni tutib oldi keyniga mangsa. Qara adash, biz o'zimizning ayollarga emas, balki boshqa qiz cho'kanlarimizga ko'ynishimiz kerak. Erleri zeypanilashgan elning ayollari rasvolishidu degan gap bor. Qiziq gap qilgan, hamma ayollarga ko'ngil bo'lishimiz kerak deb. Hammasi mening bir xotinim bo'lgan ekan, men ko'ngil bo'ldigan. Ey, o sening xotining bo'lmagan bile, balkim sening qarindoshlaringning xotinidir. Yo qiz singillaridir. Hamma ishni o'zimiz boshlab bermayli. Ularni asrash hammamizning majburiyati. Elim yaxshi bilganman, xotinim bilan o'tirib turganman. Boshqa kunkidek, yilqidek so'rinda o'tiravergan bo'lsam, hali gap bor kelsam, menga deydigan, ha? Bana. Lan qara adash. Mushu er ayollar ajrasib ketayotgan ishlarmi ana ashundaq tetiqsiz, qamlashmagan so'rinlardan kelib chiqyapti. Farzandlarimizning bir ko'zi dadisi, bir ko'zi onasi. Agar ota-onasi ajrasib ketsa, farzandimiz bir ko'zidan ayrildi degan gap. Demak, farzandimiz bir ko'zidan ayrilib, maktabni, jamiyatni, dunyoni qandoqmi aniq ko'ralisin? Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizni qo'shib eling.